Ismim Said. Reabilitatsion sentrda ishlayman. O'zim ham qaram insonman. Hozirgi paytda 1 yildan oshiqroq chistataga egaman. Mana xuddi o'sha farzandliklarga o'xshab reabilitatsionniy protsesslarni hammasini o'tib kelganman. O'sha 7,5 oy reabilitatsiyada bo'lganman. Keyin postlechevniy programma, hozir stajirovkamiz nihoyasiga yetyapti. Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz ko'p beriladigan savollar. Nega muddat katta? Ya'ni ko'pchilikda shu savol tug'iladi. Muddat nimaga unaqa 6 oy degan xayollar tug'iladi. Sog'ayishda ota-onalar va yaqinlarimizdan qiladigan ko'pchilik xatosi. Birinchi o'chirda kelinglar boshlaymiz. Qaramlik o'zi nima? Qaramlik bu xuddi hammaga tanish bo'lgan onkologik kasallik, OIDSga o'xshagan jahonda tan olingan kasallik bo'ladi. Kasallik hisoblanadi. Bu ham jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti 1956-yilda buni xavfli kasallik sifatida tan olgan. Progressiv, tuzalib bo'lmas kasallik sifatida tan olingan bu kasallik. Shuning uchun ham biz kasallik deb qabul qilamiz bu narsani. Ko'pchilikda bu iroda kuchli emas, iroda zaifligidan deb o'ylashadi. Ya'ni bolani o'zida xohish bo'lganda damni tashlab yuborgan bo'lardi, o'zini xohishi yo'q degan narsa. Yoki irodasi zaif o'shaning uchun. Yo'q, bu yerda gap umuman iroda haqida ketmaydi. Bu yerda asosiy sabab bu kuchsizligimiz. Ya'ni shu narsani oldida. Narkotik bo'ladimi, alkogol bo'ladimi, azartli o'yinlar bo'ladimi, shu narsani oldida kuchsizligimiz. Birinchi o'chirda buni biologik sfera tomonidan oladigan bo'lsak, genetikada juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni qaram insonda bu tug'ma bo'ladi ko'pincha. Ya'ni hammaga tanish bo'lgan dopamin gormoni bor. Ya'ni baxt gormoni deymiz boshqa til bilan. Oddiy insonda oladigan bo'lsak, uroveni mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sog'lom insonda, qarammas insonlarda, qaram insonda dopamin gormoni mana bu yerda bo'ladi. Ya'ni odatda pastroq bo'ladi. Va shu uchun yoshlikdan o'zi qanaqadir oddiy narsalarga xursand bo'la olmaydi inson. Oddiy tuyulgan narsalar, misol uchun kimdir farzandli bo'lishi yoki mashina olib berish, uy olib berish, unga unaqa katta zavq bermaydi. Sintetik narkotiklar, ya'ni hammasida pashti sintetika bor, даже o'sha o'zimizga tanish bo'lgan tabiiy narkotiklarda ham qanaqadir moddalari borki, o'sha sintetik tomonlama o'stirilgan u narsalar dopamin gormonini oshirib beradi. Ya'ni o'sha qaram insonni gormonini mana bu yoqqacha ko'tarib beradi. Shu ko'targandan keyin o'sha inson miyasi bu narsa ongsiz ravishda bo'ladi. Ya'ni insonning o'zi tushunmasa ham miya lekin bu narsani eslab qoladi. Ya'ni mana rostakasam baxt bor ekan, baxt mana bu yerda ekan degan narsani tushunadi. Rostakasam xursand bo'ladi birinchi marta iste'mol qilgandan keyin. Bu narsa oddiy miyani oladigan bo'lsak, inson miyasini oladigan bo'lsak, ong osti bor va ong usti bor va ong osti bor. Ya'ni oddiy misol, hozirgi paytda shunda mashina haydashni biladiganlar 10 yil mashina haydamasdan ham bitta rulga o'tirsangiz, haydab keta olasiz mashinani bemalol. Yoki tam suzishni biladiganlar 10 yil, 15 yil basseynda cho'milmasangiz ham yoki ochiq suvda cho'milmasangiz ham shunda borib tashlasangiz, sira suzib keta olasiz bemalol. Bu narsalar o'sha ong ustiga kirib qolgan. Hozirgi oddiy misol ong ustini oladigan bo'lsak, hozirgi o'tayotgan leksiyamda qaysidir qismi ong ostiga kiradi, qaysidir qismi prosta o'tib ketadi. Va narkotik ham xuddi shunga o'xshab ong ostiga kirgan. Ya'ni mana bu yerga berilgan zavq avtomatik tarzda mana bu yoqqa o'rnashtiriladi. Shu orqali kayfiyat tushgan holatga tushib qoladi. Birinchi marta iste'mol qilgandan keyin orasida juda ham katta muddat bo'lishi mumkin. 1 yil, 2 yildan keyin shunaqa depressiya holatiga tushib qolgandan keyin baxtni xohlab qolganda inson mana buni sira esiga tushadi o'sha payt. Mana bu yerda mana bunaqa zavq bor edi deydi, iste'mol qiladi. Eng achinarli tomoni ikkinchi marta iste'mol qilingandan keyin mana bu yerda bo'lgan dopamin gormoni o'sha manbaga tushadi. То есть pasayib ketaveradi. Miya выработка qilishdan to'xtaydi.
oddiy misol mana dopamin hujayrasini oladigan bo'lsak, misol uchun 10 ta deylik, ichida oddiy insonda 10 ta vibros bo'lganda baxtli bo'lsa, qaram insonda bu narsa 7 ta bo'ladi. Boshidan. Bu narsa iste'mol qilingandan keyin bu narsa asta-sekinlik bilan kamayib ketadi, oxiri miya umuman ishlab chiqazmaydi bu narsani. Ya'ni tashqaridan sun'iy ravishda talab qilishni boshlaydi. Shu orqali asta-sekinlik bilan deylik 1 ryumka yetgan bo'lsa, oddiy alkogolni oladigan bo'lsa, oldinlari 1 ryumkada mana bu yoqqa yetib kelgan bo'lsa, vaqt o'tgani sayin уже 1 litrga o'tadi, 2 litrga o'tadi. Shunaqa qilib doza ko'payib ketaveradi avtomatik tarzda, чтобы mana bu yoqqa yetib olish uchun. Lekin afsuski, borgan sari bu ham pasayib ketaveradi bu yoqda. Mana bu yoqda уже 0 ga teng bo'lib qoladi dopamin ishlab chiqarish. Shuni hisobiga ham ertalab turganda sirasi kayfiyati yo'q bo'ladi. Bu narsa asta-sekin rivojlanib boradi. Ota-onalar ko'pincha men o'zimdan oladigan bo'lsam, uydagilarim уже 3-4 yil o'tgandan keyin bilishgan bu narsalarda yurganimni. U paytgacha bilishmagan. Chunki bildirmasdan hech qanaqa muammolarim bo'lmas edi boshida. Bu narsa eng katta xatoyim ham deb o'ylayman. Balki vaqtliroq bilishganda hozirgi paytdagi muammolarim bo'lib ketmas edi. Ya'ni barim yoshligidan o'rgatib kelingan bu narsa yomon deb miyaga singdirilgan. Lekin bitta buni qilib ko'rganimdan keyin bu yaxshiligini tushunganman men. Bu menga qaysidir ma'noda yordam beryapti. Oddiy misol ota-onalarda ham ko'p uchraydigan, o'zimda ham ko'p bo'lgan shu vaziyatlar chakish yomon deydi ota-onalarimiz. Misol uchun otamlar shunaqa bo'lardi, bo'l chakish yomon ekan derdim, lekin oila a'zolarim ushib qolgan paytda adam birinchi bo'lib nima qilardilar? Shuni chiqib ketardilar, chakib kelardilar. Sirasi qaytib tinchlanib kelardilar. Miyada sirasi avtomatik ustanovka bo'ladi. Chiqdilar, chakdilar, holatlari yaxshilashdi. Значит, bunda nimadir yaxshi narsa bor ekan degan xayolga kelishni boshlaydi. Shu orqasidan bir marta chakib ko'rdim, 2 marta chakib ko'rdim, qarasam yomon narsasi yo'q ekan. Qiziqish paydo bo'ldi. Sekin o'sha chakishni boshladi. Yo'g'i keyin ichish yomon deyishyapti, ichib ko'ryapman, hammasi zo'r, yo'qyapti. Shu keti bilan bu sekin-sekin borib kelavergan, tushunganman bu narsa yomon emas ekan. Chunki boshida alkogol bo'ladimi, narkotik bo'ladimi, azartli o'yinlar bo'ladimi, har doim menga faqat yaxshi narsani ko'rsatadi, yaxshilikni beradi. Ya'ni men xursand bo'laman, yon atrofimda o'rtoqlarim ko'payishni boshlaydi, o'zimga o'xshagan, kakras misol uchun bir xil narsada gaplasha olmayman ular bilan. Shu sababdan sekin-sekin yon atrofim o'zgaradi. Yaxshi insonlarni yonimdan chiqazib yuboraman, to есть meni yaxshiligi tortadigan. O'zimga o'xshagan уже yomon bolalarga qo'shilishni boshlayman, lekin bilmaymanki to'shda ular yomon bolalar. Chunki men bu yerda ko'rib turibman-ku, bu narsa menga yaxshilik olib kelyapti. Men xursand bo'laman, men rostdan kasimiga mazza qilyapman, hayotdan dam olishni o'rganyapman deb xayol bilan shunaqa yuraveraman. Lekin payti kelganda baribir men bu yoqqa tushib qoladi. Endi sekin muddatga qaytadigan bo'lsak, reabilitatsiyada o'z asosiy 4 ta muddati bor. Birinchisi adaptatsiya. Assalomu alaykum. Keling. Adaptatsiya ya'ni moslashuv. Birinchi muddati reabilitatsiyani 0 kundan boshlab 1,5 oygacha davom etadi. Bu adaptatsionniy period. 0 kundan degani o'sha detoksdan boshlab, ya'ni qon yuviladi, organizm полностью toza qilinib, ximический vеществоlar hammasi chiqazib yuborilib, asta-sekinlik bilan 1,5 oy ichida uyqu normallashadi. Biologik sfera sekin-sekin asta-sekinlik bilan o'ziga kelishni boshlaydi. Uyqu normallashadi, ishtahasi bo'lmagan paytda ishtahalar ochilishni boshlaydi. Ko'pincha srazu o'zimni ham ahamiyat berishgan shu narsaga ozg'in bo'lib kirib borganman. 1,5 oydan keyin, 1 oydan keyin rasmlarimni ko'rishib qo'yadi, už to'lishib qolganman, ves olganman, o'zim kelib qolganman. Imенно mana shu joyda ota-onaning ko'p qiladigan xatosi bolam yaxshi bo'pti degan xayolga kelishadi srazu. Bolam mana o'zgartdi, ves olibdi, uxlayotgan ekan degan xayollarda sekin-sekin o'sha qaysidir ma'noda kolesoga o'xshataman-da bu narsani. Mana bu yerda ota-onalarda problemalar bo'ladi, har xil problemalar bo'ladi. Ertaga murojaat qilishadi reabilitatsiyaga. Bu yoqda sekin bolada o'zgarishlarni ko'rishadi. Ya'ni faqat biologik tomonlama o'zgarishlarni ko'rishadi. Rangi ocharib qoladi ancha. Ko'zlar yumilib qolgan bo'lsa, hozir ko'zlar ochilgan, uyqulari yaxshi. Bu yerda sekin qaysidir ma'noda umid paydo bo'ladi. Keyin bu yoqda ishonch paydo bo'ladi-da.
bolam tayyor ekan degan xayolga kelishadi. Bo'ldi, olib ketaversam bo'ladi, bolam bemalol tayyor ekan, o'zgaribdi, aqli kirib qolgandir degan narsalar keladi. Men bu yerda reabilitatsiyadan olib chiqib ketildim. Bundan keyin muammo nimada? Muammo bizda biologik sferamizda emas. Biologik sferada bo'lganda shunda 10 kun detoksda yotib ham shunda chiqib ketganda bola iste'mol qilmas edi. Muammo psixologiyada. Bu muddat ichida psixologiya hech qanaqasi o'zgarishi mumkin emas. Bu yerda umid, ishonchli paydo bo'lgandan keyin, bolani olib chiqib ketilgandan keyin yana mana shu qaytib kelish shansi juda ham katta bo'ladi. Ya'ni shu krug bo'yicha yana aylanib yuraveriladi. Dalish ketaveradi mana shunaqasiga. Yana bola muammolarga kirishni boshlaydi, yana qayta iste'mol qiladi. Foyda bermabdi reabilitatsiya degan narsa. Ko'pchilikda shu narsa ishlaydiki, bolasida srif bo'lib qolsa, значит, reabilitatsiya yordam bermas ekan degan xayol keladi. Yoki tanish bilishlarida misol uchun ko'rib, men reabilitatsiyada yotib chiqdim, mana yana qaytib iste'mol qilyapti. Faqat yomonini ko'rishga o'rganib qo'yamiz. Lekin bu yerda reabilitatsiyada yotib chiqib toza yurganlar ham qancha. O'zimizni misol uchun ishlaymiz o'sha yerda, analizni topshiramiz, toza yuramiz. Bizani ko'rishmaydi-da, u qutayotganlarni. Bular shu yerda yurgani uchun shunaqa yuribdi deyshadi. Ko'chada yurganlar ham nechta, oddiy misol. Shuni hisobiga yomon tarafini ko'ramiz. Lekin tushunmaymizki, xatoni boshida o'zimiz yo'l qo'yganmiz. Birinchi o'chirib ishonch berib, sirazu avtomatik tarzda qisqa muddat ichida. Ikkinchi bosqichimiz bu stabilizatsiya. Stabilizatsion periodimiz 1,5 oydan boshlab 3 oygacha va undan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Hammada individual yondashilinadi. Bu yerda уже sekin psixologiyada o'zgarishlar boshlanadi. Ya'ni 1,5 oy o'tgandan keyin 3 oy ichida bolani o'zi xohlasa, xohlamasa, yon atrofidagilarni ko'radi, основной задaniyalarni vechitga qilamiz. Hayotidan o'tgan narsalarni bolalarga gapirib beradi. O'zini qo'yib ko'radi shu o'rinda. Men ham shunaqa iste'mol qilganman. Shu joylarga borganman, men ham shu ishlarni qilganman. Menda ham shunaqa problemalar kelib chiqqan, kreditlarim bor deb, asta-sekinlik o'zi xohlamagan holda ham o'sha miyaga singib boradi, to'shda bo'ldi, kasallik bor ekan degan narsa. Rad etish mexanizmi bor, отрицание. Ya'ni tashqaridan keladigan og'riqli ma'lumotlarni qabul qilmaslikka yordam beradigan mexanizm. Bu aybiyat his-tuyg'usi bo'lishi mumkin, og'riqli informatsiyalar misol uchun bolamiz ham urishsa, sразу zashtiga o'tib olib yopilib oladi-ku. O'sha narsa отрицание mexanizmi, oddiy misol. Bu narsa faqat qaram insonlarda emas, qarammas insonlarda ham bo'ladi. Oddiy misol qilib keltiradigan bo'lsam, tanishingiz, kecha ko'rishdingiz, bugun telefon qilishyapti, mana shunaqa olamdan o'tib qolibdi deyapti. Birinchi qiladigan reaksiyangiz nima bo'lishi mumkin? Birinchi aytadigan gapingiz odatda. Voy yo'g'e, kecha ko'rishdim-ku deysiz. Ya'ni avtomatik tarzda u narsani qabul qila olmaysiz. Siz qabul qilsangiz miyaga og'ir keladi bu. Og'ir botadi, noqulay his-tuyg'ular bo'ladi. Sekin-sekin ozgina gaplashib, shu tushuntirgandan keyin mana shunaqa qilib bo'pti degandan keyin, voy yomon bo'pti deb sekin o'sha qabul qilasiz. Ya'ni vaqt o'tgandan keyin. Qaramlikda ham xuddi shunaqa. Sirazu men sen mana shunaqasan, sen mana shunaqasan deb bola avtomatik tarzda zashtiga o'tib oladi, hech narsani gapirgisi kelmaydi. Vaqt o'tgani sayin o'sha o'zi ko'rgandan keyin yon atrofidagilar ham shunaqa, men yolg'iz emas ekanman degan xayollar kelishi boshlagandan keyin sekin 3 oy ichida отрицание yechilishi boshlaydi va yon atrofida o'sha psixologiyada o'zgarishlar paydo bo'lishi boshlaydi. Ya'ni eski hayotdagi ustanovkalarni oladigan bo'lsak, bu yerda yangichasiga postufat qilishni o'rgatamiz misol uchun. Eski hayotdagi ustanovkalar o'sha ishdan chiqadi bu muddat ichida. Ya'ni o'sha iste'mol qilish bu yaxshi, men bunaqa bolalar yaxshi degan xayollar o'sha sekin unutiladi. Bu yomon ekan degan xayol keladi, lekin mana yangi hali ishlashni boshlamaydi. Yangiliklarni o'rganadi, lekin hali qo'llashni boshlamaydi. Chunki bu narsaga hali odatlanmagan. Ya'ni yangicha narsani qabul qilish baribir qaysidir ma'noda noqulay bo'ladi. O'sha paytda yana bir mexanizmimiz qarshilik mexanizmi, сопротивление. Ya'ni o'z zona komforti bo'lgandan keyin u zona komfortdan chiqishni xohlamagan sababli sekin-sekin o'zgarishlar paydo bo'lishi boshlaydi. Sirazu qabul qila olmaydi u narsani. Bu ustanovka ishlamagandan keyin odamga yana ozgina vaqt kerak bo'ladi. Oddiy misol, mana shu muddat ichida bola sekin o'zini o'rnini zapravka qilishni boshlaydi. Oddiy misol, gigiyenaga qattiq qarashni boshlaydi, ovqatlanishiga, uyqu уже normaga tushgandan keyin vaqti-vaqtida uxlaydi, vaqti-vaqtida turadi, vaqtida ovqatlanadi. Chunki raspsaniyamiz ham shunaqa tuzilganki, hamma narsa o'z vaqtida bo'ladi. Ya'ni vaqtida turadi, podyomda, vaqtida
o'tib ketmaydi hech qachon. Har kuni bir xil holat. Ya'ni 9:30da zavtrak qiladi, 1:30da obed qiladi, 6:30da ужин qiladi. Ya'ni o'zini o'sha doktorlar ham tasdiqlaydigan vaqtlar bo'yicha hamma narsa qo'yib chiqilgan. Obedni nechida qilish kerak, ужинni nechida qilish kerak, nechida yotib uxlash kerakligigacha hammasi o'sha grafik bo'yicha tuzilgan. Shu narsalar sekin-sekin odatlanishni boshlaydi, ya'ni organizmda o'zgarishlar paydo bo'ladi va psixologik o'zgarishlar ham paydo bo'ladi. Ya'ni eski narsalardan sekin-sekin voz kechishga harakat qilishni boshlaydi. Oddiy misol o'sha ko'p uchraydigan narsani so'kinishlar, jargonda gaplashishlar, ko'cha slengida gaplashishlar sekin-sekin yo'q bo'lishni boshlaydi va yangichasiga o'rganib boshlaydi inson. Bundan keyingi periodimiz 3-inchisi integratsiya. Интеграционный период. Интеграционный периодda уже avtomatik отрицание mexanizmi yechilgandan keyin ma'lumotlarni qabul qilishni boshlaydi va o'zgarishga motivatsiya uyg'onishni boshlaydi. Harakat qilishni boshlaydi. Bu narsa 3 oydan 6 oygacha davom etadi. Shu muddat ichida уже asosiy o'zgarishlar paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni bola ko'radi, rostini gapirsam, hech kim meni urishmayapti. Naborat maqtashyapti, o'zligini yonligiga olishyapti, menga ishonch berishyapti deb. Tushunadi. Rost gapirsam yaxshi bo'lar ekan. Bekitsa nimadir gapiriladi, qattiq urush beriladi. Shuni hisobiga yomon yolg'on gapirsam bu yomon ekan, yaxshi gapirsam bu yaxshi deb sekin-sekin shuna o'zgarishlar boshlaydi. Shu vaqt ichida уже sekin o'zimizdan oldimizga olishni boshlaymiz. Ko'proq informatsiya berishni, ko'proq hamma narsani tushuntirishni. Chunki-da уже отрицание mexanizmi yechilgandan keyin qabul qilish tezlashadi уже. Xuddi bu periodda rezidentlarni gubkaga o'xshataman-da. Oddiy suvli joyga qo'ysangiz, bitta qo'ysangiz, spet shim oladi hamma narsa. Именно shu periodda xuddi shunaqa narsalar boshlanadi. Ya'ni ko'proq bilim olishga intiladi va ko'ryapti, bizga tomonidan ishonch beriladi. Ya'ni ishonch bu qo'rquvni qarama-qarshisida. Qo'rquvimiz nimaga shakllanadi? Ishonchsizlikdan shakllanadi. Chunki nimadir ayb ish qilib qo'ysa va qo'rqib o'tiradi bola. Uydagilarim bilib qolsa hozir urushadi. Bu yerda ko'ryapti, ayb ish qilib qo'ydi, lekin biz unga ishonamiz. Borib to'g'risini aytsa, hech kim uni urishmayapti. Shunga o'zi o'rganib qoladi, borib to'g'risini aytadi. Birinchi o'chirda rostgo'ylik paydo bo'lishi boshlaydi bu periodda. Intiluvchanligi sekin-sekin boshlanadi o'sha. Именно mana shu periodda men eskalatorga o'xshataman. Targ'ib sentrlarda tepaga chiqadigan eskalator bor, pastga tushadigan eskalator bor. Именно shu jarayondagi sog'ayish jarayoni, общий sog'ayish jarayoni pastga tushadigan eskalator oladigan bo'lsa, eskalator pastga tushyapti, inson pastdan tepaga chiqish kerak. Ya'ni qancha harakat qilaversangiz, teparoqga chiqaverasiz, lekin to'xtagan joyingizda siz orqaga ketasiz. Ya'ni sog'ayish jarayoni ham xuddi shunaqa. O'shanga tuzalmaydigan kasallik deyiladi. Ras harakatdan to'xtadikmi, bo'ldi, orqaga siras ketadi. Ya'ni mana srif protsessiga kelib qolish juda ham ehtimoli katta bo'ladi. Srivnoy protsessi oladigan bo'lsak, bu bolam bordi, iste'mol qildi emas. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Ya'ni muammolarni yana bekitishni boshlaydi. Shu eski hayotdagi narsalar qaytib kelishni boshlaydi. Xuddi shu to'xtadi. Уже bo'ldi. Mana bu yerda A точка bo'ladigan bo'lsa, A точкаdan boshlanib ketadi bu protsess. Bu yerda B точка. Bu o'rtada bo'lgan muddat uzoq vaqt davom etishi mumkin. 1 yil ham davom etishi mumkin, 10 yil ham davom etishi mumkin. Prosta ustida ishlamagandan keyin bu to'xtab qoladi. Shu A точкаdan protsess boshlanadi. Ya'ni nimadir ota-onani gapirib qo'ygan nito gapi yoki oshna og'aynini yoki ayolini gapirgan gapi yoqmasdan, bo'ldi, men sog'ayganim foydasi yo'q ekan. Raz men sog'ayapman, hammasini to'g'ri aytolman, lekin baribir menga ishonishmayapti degan narsa boshlangandan keyin ketdi bu yoqga, уже vaqtga tashab qo'yiladi o'sha srif qilishi. Chunki o'z ustida ishlashdan to'xtaydi bola. Qiziq qolmaydi bu narsalarni. Integratsion periodda именно juda ham muhim ota-ona tomonidan podдержка berilishi. Ya'ni, misol uchun ishonamiz senga deb motivatsiya berish. Ya'ni 100% ishonch berib qo'ymasdan motivatsiya berish qaysidir ma'noda. Motivatsiya berilsa, bu motivatsiyadan yana ham ruhlanib, ilhom olib, harakatni yana ham kuchaytiradi. Ko'pchilikda nima bo'ladi? Именно mana bu periodda o'zida noto'g'ri motivatsiya berib qo'yishadi. Voy bolajonim, senga nimadir kerak emasmi? Nimadir olib borib beraylikmi? Kamchiliging bormi? Qiynalmayapsanmi deb shuna berishadi. Bolada avtomatik tarzda bu yerda eski ustanovkalar-ku hali. Eski ustanovkalar yechilmagan. Tushunadi, bo'ldi, uydagilarim men haqimda o'ylashayotgan ekan, men kerak ekanman uydagilarimga. Yuraversam bo'ldi. Уже
mana bu periodlar avtomatik tarzda mana bu 1,5 oy cho'zilib ketadi, 6 oyga qarab. Prosta vaqtini o'tirib bersam bo'ldi degan xayolga kelishni boshlaydi. Ya'ni shu taraflama ota-onalarning qiladigan eng katta xatosi cherishchur mehr berib yuborish. Ya'ni oddiy misol, yoshligimizda ayb ish qilgan bo'lsak, misol uchun nimadir deylik, uborka qilib qo'ygin deyishdi, uborka qilmadik. Yoshligimizda nima qildirishgan, borgandek qilgin deyishgan, to'g'rimi? Bu yerda ham xuddi shunaqa vaziyat. Ras nimadir muammosi bormi, uni yechib berishga o'rganib qolganmiz o'sha ota-onalar. Voy hal qilib berish kerak, bolam qiynalib qoladi, bo'lmasa krediti bo'lsa to'lab berish kerak. Bu eng katta xatolardan bittasi. Men o'zim igrovaniya bo'yicha qaramligim bor. Juda ham katta qarzlar bilan reabilitatsiyaga kirganman. $400,000 bo'ynimda qarzim bo'lgan reabilitatsiyaga kirib ketayotgan paytim. Ota-onamning qilgan yaxshiligi nimadaki, uyimizga keladigan muammolarni, ya'ni bankdan misol uchun kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishgan, lekin ko'chadagi qarzlarimga tegishmagan. Shu reabilitatsiyani aytishardi. Ko'chada muammolaring bor, bo'lib chiqqandan keyin o'zing hal qilasan. Ya'ni tushunganman, to'shda bo'ldi, mas'uliyatni o'sha bo'ynimga olishim kerak ekanman degan narsalar men bu yerda boshlangan o'sha sekin. Ikkinchi periodda. Ya'ni o'zim sekin-sekin tayyorlab borganman o'zimni. Bu safar qutqarishmas ekan o'sha deb. Chunki shu paytgacha nima muammo qilgan bo'lsam, hammasini yechib berishgan. Kredit olamanmi, kelardim, kreditim bor, to'la olmayman deb to'la berishardi. Ko'chada nimadir muammo qilib qo'ydimmi, to'la berishardi. Kimdan qarz oldimmi, uyim kelib taqillatsa, uyimdan bezovta qilmasin, to'la berishardi sirazu. Yoki o'qishimda muammo bo'lib qolardi, o'qishimni borib hal qilib berishardi. Hamma narsa hal qilib berib kelingan, miyada o'zi bor-da bu narsa. Ha bo'ldi, men muammoni qilaverar ekanman, orqamdan barram qutqarib ketadigan ota-onam bor. İşte bo'ldi, harakat qilmasam ham bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'lib ketar ekan degan narsa. Lekin bu yoqda o'zi sekin-sekin bolani bo'yniga mas'uliyat olishni o'rgatishimiz kerak. Itakchi reabilitatsiyada asta-sekinlik bilan shu narsa o'rgatiladi. Nimadir ayb ish qildimi, nima qilasan? Shu aybingni o'zgartirish uchun deb mas'uliyat berishga harakat qilinadi. Ya'ni o'zi bo'yniga xohlab mas'uliyatni oladi, o'sha mas'uliyatni bajaradi. Misol uchun nimadir ayb ish qilib qo'ydi, leksiya o'tib beradi deymiz. Bola o'tiradi, o'qiydi, mas'uliyatli bo'lib leksiyani o'qiydi deb borib o'tib beradi. Yokida misol uchun oddiy misol daftar har kuni yoziladi. Mas'uliyatni bo'yniga olib ertalabdan turib har kun daftarni yozadi. Shu narsalar asta-sekinlik bilan kichkina narsalardan o'rgatib kelinadi, чтобы sotsiumda chiqqandan keyin katta narsalarga tayyor bo'lish uchun. 4-periodimizda eng qiyin periodlardan bittasi sotsializatsiya. Sotsializatsiya, ya'ni bu reabilitatsiyadan chiqqandan keyin, reabilitatsiya ostonasidan chiqqandan keyin. Bu paytda eng ko'p qaram insonlarda bo'ladigan o'sha rezidentlarimizda bo'ladigan holat, men bu yerda qiynalganlarim ham 6 oy ichida qiynalgani avtomatik tarzda esdan chiqib ketadi birdaniga. Chunki chiqdi, uydagilar zo'r kutib oldi uni, hammasi chotki, muammolar hal bo'lgan qarasa, hamma daveriya beryapti, bo'ldi bolam sen unaqaga mashinangni olib beramiz deyapti, sen unaqa zo'r telefoningni olib beramiz, ishingni hal qilib qo'yganmiz deyapti, bo'ldi. Unutilyapti hamma narsa. Menga ishonch bor, menda svoboda bor deyiladi, ketdi shu bilan. O'shaning uchun ham именно bu paytda bizda postlechebniy programmamiz bor. Чтобы bolani ushlab turish uchun. Слишком qo'yib yubormasdan, mana bu harakatdan to'xtab qolmasligi uchun. O'zini kuratorlari bo'ladi, o'zini sponsorlari bo'ladi, o'zini qaraydigan konsultantlari bo'ladi. Takshi biza ham любой payt bizga aloqaga chiqsa, yordamimizni ham beramiz, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz u bola uchun. И mash periodda eng ko'p, eng juda важный periodlardan bittasi, ya'ni PLP. Chunki PLP qilmaganlarni men 100% garantiyasini ayta olaman. PLP qilmagan bolalarning 99% reabilitatsiyaga qaytib keladi. Oddiy misol, PLPni oladigan bo'lsak, boshdan boshlaymiz, adaptatsionniy perioddan oladigan bo'lsak, maktab 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'ladigan vaziyatlar. Yozishni o'rganadi, chizishni o'rganadi, she'r yodlaydi, kara jadvalni o'rganadi, o'qishni o'rganadi, hamma narsani o'rgandi, bo'ldi. Fundament bor. Bu yoqqa kelamiz o'sha stabilizatsionniy periodda. 5-sinfdan tam 9-sinfgacha. Taxminan plus-minus oladigan bo'lsak, 5-sinfdan 9-sinfgacha o'sha sekin-sekin hayotga qaytishni boshlaydi, hayotga o'rganishni boshlaydi, qiyinchiliklar borligini tushunishni boshlaydi hayotda. Также
kelajagiga plan qurishni boshlaydi. Nima qilishim kerak, o'sha nima qilsam menga yaxshi bo'ladi, nima menga kerak, nima kerak emas degan narsalar shakllanishni boshlaydi. Bu yoq 9-sinfdan 11-sinf. Katta hayotga qadam. Ya'ni o'sha 9-sinf tugatganimizdan keyin 10-11da nima qilinardi? O'sha insga tayyorgarlik, insga harakatingni qil, men bu yoqqa kirasanmi, men bu yoqqa kirasanmi, o'sha yo'nalishingni tanla. Bu yerda ham xuddi shunaqa yo'nalish beriladi. Xohlasang dars iste'mol qilib, muammolaring ko'paytirib yur, xohlasang toza yurib, baxtli hayot kechir. Bu yerda ham tanlov qo'yiladi. Tanlovni qilgandan keyin bu yerda PLP, ya'ni institut hayotga qaytadan tiklash uni. Ya'ni bola 10 yil bo'ladimi, 15 yil bo'ladimi, 1 yil bo'ladimi, 5 yil bo'ladimi, qancha iste'mol qilgan bo'lsa ham eski ustanovkalarda yurgan. Birdaniga chiqyapti, yangi ustanovkalari bor. Yangi harakatlari, yangi xarakteri bor bolani. Misol uchun oldin nimadir gapirsangiz qizishib ketib, so'kishib ketavergan bo'lsa, hozir u narsani to'g'ri qabul qilib, siz bilan o'tirib spokойно gaplashyapti. O'zgarishlar bor. Bola o'zgargani bilan yon atrofdagi o'rtoqlari, yon atrofdagi tanishlari hech kim o'zgarmagan. Bu narsa bolaga qattiq tegishni boshlaydi. Ya'ni reabilitatsiyada o'sha psixologiya bo'yicha ham dars berilgani bilan o'sha tushunishni boshlaydi. Insonlar bilan qanaqa gaplashish kerak, kim nima javob qaytarsa, unga nima deb javob qaytarish kerak, savoliga javob qaytarish kerak, o'sha hamma narsani o'rganadi, lekin baribir qiynaladi bola. Chunki yangichasiga. Oldinlari nima bo'lgan? Xursandchilik bo'lsa, borib iste'mol qilingan. Jahli chiqsa, borib iste'mol qilingan. Stress bo'lyaptimi, qayg'uga tushib qoldim, borib iste'mol qilgan. Bu yerda iste'molsiz 6 oy vaqt kechirdi, bilmayapti nima qilishni o'zi. O'sha paytda PLP eng katta yordamini beradi. Ya'ni uyda qanaqadir krizisli moment bo'lib qoldi, telefon qiladi bizga, nima qilsam bo'ladi mana shunaqa paytda. Sekin-sekin paytapni tushuntiriladi, etagiga ota-ona bilan ish olib boriladi yo'q payt PLPda ham. Ya'ni bolaga nima qilish kerak, nima qilish kerak emas. PLP davomida imенно shu yerda juda ham ko'p ota-onalarda yana bitta xato bo'ladi. Haddan tashqari nazorat. Juda ham kuchli nazorat qo'riladi. Ya'ni qayerda yuribsan, nima qilyapsan? Bu narsa biza tomonidan o'ylashimiz mumkin, bu mehr ko'rsatayotganimizda, lekin bola bu narsani kontrol deb tushunadi. Ya'ni menga bo'layotgan ishonchsizlik deb tushunadi. Menda uydagilarim bilan boshida qanaqa bo'lgan? То есть gruppaga borish обязательно PLP jarayonida, gruppa, служение, smenga borish kerak. Boshidan kelishib olganman uydagilarim. Mash payt men gruppaga ketaman, mash paytga uyga kelaman. Kech qoladigan bo'lsam, telefon qilib aytaman. Boshida 1 oy, 1,5-2 oy to'g'risini aytaman. Hech kim bilan ko'rishmadim, hech kim bilan gaplashmadim. Даже o'zim bilan birga yotgan bolalar, volontyorlar ketdi, aylanamiz desam, yo'q men bormayman, lutchi men uyga keta qolaman derdim. Chunki qo'rqardim, qo'rquv bor edi o'zimda. Borsam kimdir ko'rib qolaman degan narsa. Chunki ko'chada qarzim ko'p-da. Shuni hisobiga ko'z-ko'zga tushib qolsa hozir nima qilaman, menga ortiqcha напряжение bo'ladi deb bormas edim. Keyin o'sha tushunman, qachongacha qochib yuraman degan narsa kelgan. Sekin-sekin ko'chaga chiqishni boshladim o'sha. Eski tanishlarga telefon qilishni boshladim. Senda shunaqa qarzim bor edi. Mana shuni nima qilay? Hozir variantim yo'q, sharoitim yo'q, to'la olmayman, ishlamayman haqiqat desam, qarasam, rostini aytib tushuntirsam, meni tushunishni boshlashdi ular. Avtomatik tarzda menga ishonch berilgandan keyin qo'rquvlarim yo'q bo'lishni boshladi. U insonlar bilan hozirgi paytda qarzim uzganimdan keyin juda ham yaxshi iliq munosabatdaman. Ko'radi meni, normalniy trezviy yuribman, unaqa ishlar qilmayman. Xursand bo'lyapti ular ham. Mana shu o'zgaribsan. To'g'ri yo'lga qaytganing rost bo'lsin deb hamma aytayapti-da, misol uchun. Bo'lmasa hech kim ishonmas edi men. Shunda tashab chiqib ketib, misol uchun normalniy hayotga qaytib. O'zim ham ishonmas edim bu narsaga. Shunaqa ahvolga tushib qo'yandimki, bo'ldi, men shu narsa bilan o'lib ketsam kerak degan xayollar kelardi. Ya'ni iste'moldan chiqib keta olmayman degan xayollar. Hech kim menga yordam bera olmaydi. Lekin reabilitatsiya yordam berdi. Tagiga boshqa muammolarim ham hal bo'lishiga yordam berdi. Nafaqat iste'moldan chiqib ketishim, balki sotsiumda bo'lgan o'sha qarzlarim bormi, kimdir aldab ketganim bormi, nimadir qilib qo'yganlarim bormi, hammasi asta-sekinlik bilan hal bo'lishni boshladi. Shu narsadan keyin tushundim, nimaga men harakatdan to'xtashim kerak sog'ayishda. To'xtasam yutqizaman. To'xtamasdan harakat qilsam menga ishonch qaytyapti. Yon atrofimdagilar menga ishonishni boshlayapti. Shu bilan boshidan kelishuv bo'ldi.
uydagilarim bilan kelishdim, qarasam rostdan ham menga ishonch berilyapti. U narsani tushundimki, men suiiste'mol qilib qo'yganim sababli oldinlari menga tanbehli beraverilgan har safar. Hozir hammasini boricha aytolmay, kech qoladigan bo'lsam telefon qo'yaman, 5 minut kech qolaman yoki 10 minut kech qolaman. Mana shunaqa sababdan ushlanib qoldim. Qarasam, xo'p deyapti. Bu hech kim urushayotgani yo'q. Uyga kelyapman, kech qolib bo'lsa ham yaxshi keldingmi deyapti. Chunki men aytib qo'ydim o'zi. Uydagilarim ko'ngli xotirjam. Haligacha misol uchun to'g'risini aytaman, onamlar telefon qiladilar, "Qayerdasan?" dedilar. Bolalar bilan o'tiribman deyman. "Bo'pti" dedilar. Prosta onamni xavotirga qo'ymaslik uchun ham shunday olib video tashab qo'yaman. Ona bolalar bilan men xavotir olmay, hammasi yaxshi deb. Onam xursand bo'ladilar. Chunki ishonchlarini oldin dediki, suiiste'mol qilmayman. Boshidan kelishib olganmiz, shu narsaga amal qilyapman. Darajada onamlar ham amal qilyaptilar. Shuning sababi qiyinchilik bo'lmadi. Bir xillarda shunaqa kelishuvlar bo'lmaydi. Misol uchun sirazi boshlanadi soatdan 10 gacha ko'chada yursin desa, 10 dan 5 minut o'tgandan keyin qayerda yuribsan deb boshlanadi. Kontrol. O'ylaymizki, bolamizni saqlayapmiz deb o'ylaymiz, lekin tushunmaymizki, unga ortiqcha напряжение yetkazib qo'yamiz. Ortiqcha o'zimizni slishkim bo'rtirib yuborayotgan mehrimiz bilan u bolaga qaysidir ma'noda qiyinchilik tug'diryapmiz. Bu narsalar o'sha ota-onalar tomonidan qilinadigan xatolar. Yetakchi aytganimdek, hamma muammolarni hal qilib qo'yish. Ya'ni sirazi birdaniga chiqyapti bola, millionta muammo bilan kirib ketgan, reabilitatsiyadan chiqyapti, hamma muammo hal qarasa. Olam guliston. Hech kimdan qarzi yo'q, hech kim uyini taqillatib kelmayapti. Ota-onalarga o'sha payt berilgan eng katta maslahat bu uyingizga, ya'ni mol-mulkingizga zarari kelishi mumkin bo'lgan narsalarni hal qilib, qolgan narsalar qolgani yaxshi baribir. Chunki bola chiqqandan keyin mana ma'milani qildik, chunki bizga zarar yetadi. Lekin mana bu o'zing hal qilishing kerak deb tushuntirish. Tushuntirganimizdan keyin sekin-sekin o'sha yaxshi bo'ldi. Bola o'z bo'yniga mas'uliyat olishni boshlab, harakat qilishni boshlaydi. Mana shunaqa qilib qo'ygan ishim bor ekan. Значит, mana shuni to'g'rilashim kerak. Ota-onam oldida yuzim yorug' bo'lish uchun. Sekin-sekin o'sha harakatni boshlaydi o'zini to'g'rilashga. Bo'lmasa, hamma narsa hal bo'lib qolgan bo'lsa, nimaga harakat qiladi? Bo'ldi, nimadir yana ish qiladigan bo'lsa, ota-onam qutqarib ketarkan degan xayol yana boshdan qaytalanadi. Tak, savolinglar bo'lsa, mana shu bo'yicha birinchi berib olsanglar bo'ladi bemalol. Bu narsani endi birinchi o'chirtda har bitta bolaga individualniy podxod qilinadi. Bu narsani shu konsultantlar bilan hal qilgani yaxshi. Ya'ni misol uchun siz zonok paytda muammolar aytmagin deganda hech so'radingizmi, mana shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Shuni qanaqasi to'g'ri aytsam bo'ladi deb. Aytmay turishdi. Значит, hali voqlik bo'lishi mumkin narsaga. Xo'jayini hozir tuzalib keladi, shakka shu tushib qoladi. O'shani yana ayni qonunlarni qo'rqamizda, bekitamiz biz. Aytganimdek, har bitta insonga individualniy podxodda. Misol uchun, xo'jayiningizlar balki rostdan ham hali tayyor emasdirlar hozirgi paytda u narsani eshitishga. Ya'ni vaqti keladi, shu bo'ldi, aytavering deyishgandan keyin aytib tushuntirsangiz, inson tayyor bo'lishi kerak. Chunki menda ham boshida birinchi oyimda tog'am aytganlarda, endi men tog'amlarning qo'llarida katta bo'lganman, ota-onam ajrashib ketgandan keyin birdaniga hamma muammolarimni aytib tashlaganlarda, ko'chada qilib tashlagan. Mana shunaqa qarzlaring bor ekan, uni qilgansan, buni qilgansan deganlar og'ir botgan yopilib olganman. Ya'ni menda o'sha 1,5 oygacha davom etish kerak bo'lgan adaptatsionniy periodim cho'zilib qolgan. Shuni hisobiga ham 7,5 oy qolib ketganman men. Shu boshida harakatdan to'xtab qolganman, mana men bu yoqqa kelib yotyapman, men ba'zan shunaqa gapirib turar ekanman, nima keragi bor vobshe degan xayolga kelish boshlagan. Shu sababli yig'ishtirib qo'yganman hamma narsani. Menda shunaqa bo'lgan, hamma muammolarim birdaniga ketgan. Lekin o'sha chiqishimga yaqin semeyniy sessiyam bo'lib, onam, tog'am, do'namga kelib, bolam mana shunaqa xatolaring bor ekan deyshganda, to'g'ri qabul qilganman, aytganman o'sha payt. Bo'ldi, chiqqandan keyin sekin-sekin hal qilishni boshlayman o'zim. Shuncha yordam berganingiz uchun rahmat. Boshida aytganlarda yopilib olganman. Men qilmaganman u narsalarni deb
sразу rad etib tashlayverganman. Keyinchalik уже vaqti kelgan paytda bilganimdan keyin bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas, hal qilaman degan narsa. Ya'ni muammo asosiysi bu prosta iste'mol qilishda emas-da, muammo bu yoqda. Qaramlik muammosi, psixologiyada, ya'ni ayrim bir hissiyotlar bizga juda ham og'riqli bo'lgani uchun ulardan qochish sababli ham iste'mol qilingan. Aybiyat hissi. Hozirgi paytda xo'jayingiz tayyor bo'lmasa-da, misol uchun o'sha narsani aytadigan bo'lsangiz ham, mana deb o'tib qoldi degan xayollar shakllanishi mumkin-da. Men qilib tashlagan ishlarim uchun insonga og'ir botgan deb. O'shanga har bitta o'sha konsultant bilan telefondan oldin gaplashib, so'rab bilib, keyin aytgani yaxshi baribir. Savollar bormi endi? Qarang, avtomatik tarzda bu eng to'ppa-to'g'ri narsa. Menda ham o'zimni sotsiyetlarim bo'lardi. O'sha onlayn magazinlar ochgandim. Har xil, endi misol uchun texnika sotadigan har xil magazinlar ochgandim, o'zim yurg'izadigan. O'sha paytda men nima qilardim? O'sha saytlar orqali ham gaplashardim har xil tanishlarim bilan. Chiqqanimda o'sha menga PLP davomida aytilgan, sразу bo'ldi. Eski narsalardan unut. То есть eski telefon, eski nomer, eski Telegram, eski Instagram bo'ladimi, eski tanishlar, eski kontaktlar hammasini unutib bo'ldi. Esdan chiqarish kerak ularni. Chunki meni birinchi o'chirda eski hayotimga tortib ketadiganlar именно o'sha eski tanishlarim. Keladi, men qilmayman deganim bilan, "Ha, bo'ldi, yur bitta qil, keyin qilmay yuraverasan" deydi. Ular tushunmaydi misol uchun, menga opasniyligini. "Sen ham qaramaysan, sen jinnimisan" deydi u menga qarab turib. Men qaramasam, xohlagan paytim tashlab yuboraman deb yuraveradi ular ham. Sog'aymagan inson. Sog'ayib chiqqan inson bu narsani tushunadi. Tortib ketishi eng katta ehtimoli bor joyi ham eski tanishlarim, eski sotsiyetlarim. Telegram, Instagramlar nima opasni eskilarini ochish, eski nomer ishlatish. Eski nomerim kimlarda bor? Ham iste'mol qilgan odamlarimda bor. Eski Telegramdan nima qilganman? Moddani topganman, moddani qidirganman, borganman, olganman. Eski Instagramda nima bor? Ham o'sha qilgan faxsh ishlarim bo'ladimi, nima noto'g'ri ishlarim bo'ladimi, hammasini arxivi o'sha yerda turibdi katta bo'lib. Uydilarimga sirada aytganman, o'chirib tashlaylar, kerak emas u narsalar menga. Hammasini noldan boshlaymiz. Raz bo'ldi, hayotimni noldan boshlamoqchimanmi? Bo'ldi. Chiqishim bilan o'sha PLP davomida do'g'ri tuzilayotganda o'sha aytilgan. Eski narsalardan o'sha voz kechish kerak. Men ishim bo'ladimi? Hamma narsani noldan tiklashni boshladim. Ishimni ham, klientlarimni ham hammasini noldan tiklab, sekin-sekin joyiga keltirishni boshladim. Chunki eski Instagramni ochsam, haligacha misol uchun men tayyorman deb hisoblamayman. Eski nomerimni ochishga, to'g'ri ichida klientskiy bazam bor, ichida birga ishlagan insonlarim bor, no takji ichida birga iste'mol qilgan odamlarim ham bor. Shuni hisobiga men haligacha tayyor emasman bu narsani ochishga. Takji ochish niyatim ham yo'q. Hozirgi yashayotgan hayotim menga ancha ma'qul bo'ldi. Chem eski hayotimga qaraganda. Oddiy misol ochadigan bo'lsam, sirasi arxivim chiqib keladi, eski rasmlarim chiqib keladi, yurgan odamlarim, gaplashgan odamlarim, по-любому уже ko'rinadi to'shda в сети kirdi degan narsa. Sekin boshlaydi, o'rtoq qalaysan, qayerga yo'q ketding deb. Mana nima qilaman? Yozyapti, javob berib qo'ya qolay deyman, sekin javob berishni boshlayman. Shu bilan bo'ldi, ketdi, sekin-sekin ulanadi. Yurib bitta o'tiraylik. Qilmayman desam, bo'ldi, qilmaymiz, biz ham qilmaymiz deydi. Lekin kunlarning birida oldimda shunday moddani chiqazadi. Bo'ldi, ketdim. Men bu yerda to'xtayman yana. Men bu yerda reabilitatsiyaga yana qaytib borishimga to'g'ri keladi. Iloji boricha o'shanga eski sotsiyetlarni, eski tanishlarni hammasini unutish kerak bo'ladi. Bolani o'ziga aytiladi, ya'ni chiqayotgan paytda granitsa безопасности degan narsa bor, ya'ni chegaralar. 12 ta himoya chegaralari. Hammasi ko'rsatilgan, kimlar bilan gaplashmaydi, qayoqlarga bormaydi, chunki ko'p shu kafe, restoranlarda ham iste'mol bilan bog'liq xayollari qolib ketgan bolada. O'shani hisobiga hammasiga qo'yiladi. Kinolarga, ashulaga
Da. Men misol uchun eski telefonim ham chiqqanimda uyda turgan edi va aytdim buni sotib yuboraylik, yangisidan ovora qolaylik dedim. To'g'ri, ishlatgan telefonimdan pastroq telefon oldim, yomonroq telefon oldim, lekin o'zimni xavfsizligim. Zato ko'nglim tinch. Boshida chiqqanimda men yolg'on bo'lmasa 2 oyga yaqin knopchniy telefonda yurganman. Hatto 1 oyda yechib berilgan bo'lsa ham 2 oyga yaqin men knopchniy telefonda yurganman. Chunki qo'rqqanman ishlatishga. Birinchi o'chirtda igramani ham bor edi chunki. Shunda kirib o'ynab qo'yishim ham mumkin-da. Chunki eng katta triggerim qo'limda har doim yuradi. Telefon. Ishim polniy telefonda bo'lgan. Karta telefon bo'ldi. Shuni hisobiga chegarani o'zimga qo'yganman. Qaysidir vaqt ishlatmayman telefonni. Haligacha ham bu chegara o'zimda bor. Misol uchun uyda bo'sh o'tirgan paytim, dam olayotgan paytim kuniga nechadir soat ishlataman. 3 soatdan o'tib ketsa bo'ldi, sirasi telefonni qo'yaman, unutaman. Esimdan chiqazoraman. Telefon ishlatmasdan yuraman iloji boricha. Xuddi o'sha aytgandek chegaralar qo'yib boriladi, bolaga tushuntiriladi. Kelganidan boshlab chegara nimaligi, nimaga kerakligi, nima sababdan uni qo'yish kerak, chegarani buzish nima oqibatlarga olib kelishi mumkin, hammasi tushuntirib boriladi. O'sha chiqishiga yaqin o'sha bolaning o'zida понимание bo'ladi, to'shda eski narsalar o'sha kerak emas ekan degan. Ismim Said. Hozirgi paytda 1 yildan ortiqroq chistotaga egaman. Igrok narkomanman. Reabilitatsiyaning hamma o'sha protseslardan o'tib kelganman. Hozirgi paytda stajirovkamni o'taman. O'sha stajirovkamni oxiriga kelib qolgan. Yo'q, ishlash jarayonimizda demoqchiman-da. Konsultantlar bor, tabaqalarimiz borda, volontyor, boshida o'sha PLP paytida volontyor bo'ladi, keyin stajirovka, keyin konsultant o'zimizda ishda qoladigan bo'lsa. Men misol uchun uje chiqishimga yaqin qaror qilib bo'lganman bu narsani. To'shda qolmasam menga xavfli bo'ladi degan xayolim uje bo'lgan. Qolishim kerak degan. Chunki oddiy misol men birga iste'mol qilgan bola ro'para qo'shnim. Shunda ko'chadan chiqishim bilan ro'paramda turadi. O'zim bilan birga iste'mol qilgan bola, yoshlikdan birga o'sib kelganman. Haligacha misol uchun o'sha bola bilan gaplashmayman. Chiqqanimda uyim tog'am oldimda bo'lganlarida o'sha bola bilan ko'rishganman, gaplashganman. Hozir sen bilan to'g'risi gaplasha olmayman. Menga bu narsa xavfli. Chunki bilaman, sen hali ham yurgan bo'lishing mumkin, o'ynab yurgan bo'lishing mumkin yoki iste'mol qilayotgan bo'lishing mumkin. Salom alik qilamiz, ko'rishamiz, endi qo'shnichilik hurmati, lekin hali beri oshna og'aynichilik qilmay turamiz dedi. Misol uchun yoshligimdan, 3 yoshligimdan birga katta bo'lib kelgan og'aynim bo'lsa ham, o'zimni chegaramni qo'yganman. Boshida xafa bo'ldi, keyin tushunishni boshlagandir balkim, hali ham xafa bo'lib yurgandir balkim. Bu menga qizig'i yo'q to'g'risi. Men o'zimni xavfsizligimni qo'yaman, birinchi o'chirda menga uydagilarimni tinch o'tirgani muhimroq. U bola bilan oshna og'aynichilik qilganimdan ko'ra. Endi konsultantlarimiz ko'p, chunki smenlarimiz bor, определённый. Также bitta smenda o'tirganingizdan keyin resursimiz ham ko'p ketadi. Kattaroq muddat dam olishimiz kerak bo'ladi bizga ham. O'shani hisobiga, misol uchun biza beradigan 2 kunda resursni bir xil oddiy ishlaydigan odamlar bir haftada ham resursni ishlatmasligi mumkin-da, chunki biza o'zimizga o'xshagan qaram inson va kasal inson bilan ishlaymiz. Doktor ham misol uchun bir kun smenda qolsa, o'sha ertasi kuni osilib qolib keladi uyiga. Oddiy misol. Prosta ukol qiladigan vrachlarni oladigan bo'lsak. Bizda ham xuddi shunaqa 24 ga yetib naблюдение qilishimiz kerak. Bolani holati og'ir bo'lsa, chaqirib, gaplashib, uni holatini yaxshilashimiz kerak. O'zimizda bor kuchcha, to есть bizda ishlagan narsalarni unga o'rgatamiz, harakat qilamiz, чтобы u ham kelajakda normal bo'lishi uchun. O'sha narsalarni ishlatib. Chunki bir insonda ishlayaptimi, значит ikkinchi insonda ham ishlashi kerak. Endi ular o'zlariga xohishlariga qarab-da, misol uchun aytaman-ku, hammasi individualniy podxod. Misol uchun men o'zimga qaror qilganman, to'shda menga bu narsa kerak. Takже menga bu kasb o'zi yoqqan. To есть insonlarga yaxshiligim tegyapti bo'ldi. O'zim ishimni qilib yuraman bo'ldi.
misol uchun. Zato xavfsizlikdaman, oila a'zolarim tinch, hamma xotirjam. O'zim ham xotirjamman. Ko'chada xudo biladi nimalar bo'lib ketishi mumkin men bilan. Mana shu narsani qilmaganimda. Chiqishim bilan misol uchun boshida uydagilarim ham echitdi, qilma kerak emas. O'zimda tushunish bor edi, yo'q menga kerak bu narsa deb oyog'imni tirab turdim. Xohishga bog'liq hamma narsada. Endi misol uchun o'zi protsesslarni oladigan bo'lsak, mana 6 oy reabilitatsiyada yotib chiqdi. Bu rekomendatsionniy, eng katta rekomendatsiya beradigan narsa, men buni o'tish kerak, обязательно PLPni. PLP qilish kerak, chunki PLPsiz juda qiyin bo'ladi bolaga. То есть fundament bor, hamma narsa shakllangan, lekin uni qo'llashni bilmaydi. Qo'llashni bilmaganingizdan keyin shuncha bilimni nima keragi bor? То есть bu yerda уже chiqazib diplom beryapmiz-da, ishga joylamaymiz, bo'ldi, o'zing ishingni topgin deymiz. Bu bola sarson, ish topib, oddiy hayotdan oladigan bo'lsa, qayerdan ish topaman deydi, ish qidiradi, bitta joyga boradi, atkaz oladi, ikkinchi joyga boradi, atkaz oladi. Qo'lni siltaydi, shundan kerak emas ekan menga bu narsa deydi. Eski yurganim yaxshi ekan, hamma narsa bor edi deydi. Shu bilan o'sha qaytib ketadi. Bu yoqda уже как бы ish ham topib beramiz biz, qo'pol qilib aytganda. То есть mana bunaqa yurishing kerak, mana bu ishlarni qilsang, hayoting yaxshilashadi. Mana bunaqa qilgin deb hammasi yordam berib olib boriladi. U hammada individualniy narsa. Chunki misol uchun bir xil bolalar 5 oyda ham tayyor bo'lmasligi mumkin родительский sessiyaga. Da bolani o'zi tayyor. Biz endi kuzatamiz, 24 ga yetib, bizning nazoratimiz ostida bo'ladi. Ko'ramiz bolaga qanchalik og'ir botadi, kerakmi bu narsa, kerak emasmi deb, lekin обязательно bo'ladigan narsa. Chunki sizlarning ichingizda ham qolib ketgan xafagarchiliklaringlar bo'lishi mumkin. Takji bolani ichida ham sizlar tomonidan qilingan xafagarchiliklar bo'lishi mumkin. Va psixolog tomonidan bu narsa o'tkazilgan paytda hammasi o'q varrodan yangi kitobni olib, yangi kitob yozishni boshlaganda, o'sha paytdan boshlab yangi kitob yozilishni boshlaydi. To есть to'g'ri, boshida og'ir botishi mumkin, men shuncha harakat qildim, nima uydagilarim mamnaq qilishdi degan narsalar baribir qolib ketadi. Oddiy misol, men o'zimda ham bo'lgan reabilitatsiya tiqib qo'yishganda boshida. Chunki o'sha aytganimdek zona komfort ham menga qulay bo'lgan. Uydagilarim men bu yerda bo'lgan paytimda men bu yoqqa chiqazib qo'yishgandan keyin menga yoqmagan u narsa. To есть komfortniy zonamdan shunda chiqazib yuborishdi, bor nariyoga deb. Уже bilmayman, men bu yerda sekin zona komfort sekin-sekin yaralishni boshladi. И borgan sari kattalashib boradi. Da zakrit учреждениyaga tushganimda yoqmagan boshida. Nima meni tiqib qo'yishdi? Chunki birinchi o'chirda zakrit помещениyaga kirgandan keyin insondagi birinchi ценностьda, ya'ni svoboda olib qo'yiladi. Svobodniy передвижение yo'q, misol uchun xohlagan joyda qayerdir borib dam olib, xohlagan joyga qayerdir ketib qolmaydi. Shu orqali уже sekin modda mamnetdagi miyadagi berilgan uстановkalar jahl chiqib o'tdi, lekin modda yo'q. Modda yo'qligini tushunadi, sirazi boshlanadi va uydagilarimni sog'indim. Meni qo'yib yuboringlar, men hammasini tushunib yetdim. Aslida bola ichidan aytayotgan bo'lishi ham mumkin u narsani, даже detektorga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, lekin bu narsani hammasini kasallik gapirayotgan bo'ladi. 10 yil ichida, oddiy misol mana, bola 10 yil iste'mol qildi deylik. 10 yil ichida siz necha marta gapirgan bo'lishingiz mumkin. Iste'mol qilmagan, bu yomon deb, to'g'rimi? Qanaqasiga 10 yil ichida odam 1,5 oy ichida o'zgarib qolishi mumkin. 10 yil qilingan iste'mol natijasida. Bu fantastika narsa. 6 oy ichida более-менее уже sekin psixologiyalik stabilizatsiya bo'lib, hammasi joy-joyiga tushib, tayyorgarlik bo'ladi. No takji keyinchalik ham o'z ustida ishlash kerak. Men misol uchun iste'molim общий 5 yil oladigan bo'lsa, 1,5 oy ichida men uydagilarimga ham aytganman, hammasini tushunib yetdim, meni kechiringlar iltimos deb. Lekin po faktu niyatim nima bo'lgan? Prosta chiqib ketish bo'lgan. Uydagilarim ishonchiga kirib, u kechirim so'rayotganimni mag'zini chaqadigan bo'lsa, meni tezroq chiqib ketinglar. Sizni mag'zini olib kelganmi? Da. Kelgandan keyin rozi bo'lmasmi? Qabul qilib. Boshida o'zi to'g'risini aytaman, menda qanaqa bo'lgan? Уже безысходный положениyaga tushib qolganman. Uyda qapasda boqishyapti, oyog'imga zanjir taqilgan, aytishgan, reabilitatsiyaga borasan.
Chista o'sha narsani yechib yuborish uchun, chunki tog'am bilan boshida kelishuv bo'lgan, bir oy yotib chiqasan degan narsa. Bo'ldi, bir oy shuni o'tiraman, chiqib ketaman, dal shu yuraveraman degan xayol. Dars boraman, qarasam, bolalar o'zini tanishtiryapti, 5 oy, 6 oy yurgan bolalar, 3 oy yurgan bolalar. Men bir oyda chiqib ketaman. Bir oy vaqt o'tib top ketishmayapti. 2 oy vaqt o'tib top ketishmayapti. O'sha keyin tushunganman, to'shdan bo'ldi. Men bu yerda qolishim kerak ekan, nimadir o'zgartirishim kerak ekan ichimda deb. Endi to'g'risi, misol uchun narkologiyalarda yotmaganman, u yoqqa kirgizishmagan, chunki uydagilar davlat ishlaydigan insonlar. Oilada bunaqa chiqib qolsa, sразу ishdan bo'shatib yuborishi mumkin. Shuni hisobiga yotmayman, lekin uyda qapasda ham boqishgan, uyda quplama boqishgan, dalalarga yuborishgan, tog'amni o'rtoqlarning sexi bor, o'sha yerda sexga ham olib borib qo'yishgan, lekin hamma yoqda ilojini qilganman topishni. Uyda qapasda boqib o'tirishganda ham forchkamni ocharni, podvolni forchkasini ro'paramda qo'shnim. Etarni og'aynimga xuddi olib keldim deb olib kelardi, ichida narsalarim bo'lardi hammasi. Ilojini qilardim. Lekin podvolda o'tirganda ham bo'ldi, men tushundim. Meni kechiringlar, men boshqa qilmayman deb. Uzoqqa borsa, nari borsa 3 kun, 4 kunga yetishim mumkin edi o'sha gapim. Lekin sразу bo'ldi. O'sha payt sразу ishonch berilgan. Bo'ldi, mayli deb chiqarishgan tepaga. Bo'ldi, ishingni qil, o'qishingni o'qi deyishgan. Ishimni qilma, o'qishimni o'qima, qarasam bo'ldi, qarashmayapti. O'sha ishonishdi. Sekin qilib yuraveraman. Chunki u narsani oldida men kuchsizman. Kontrol qila olmayman. Miya har doim men bu yoqqa chiqish xolayveradi o'sha. Baxtli his qilishim uchun o'zimni. Lekin o'sha men bu yoqdaman, endorfinlarim, dopaminlarim hammasi. Nechinchisiz? 2003. Yo'q. Da balki vaqtida, balki 2003-yilda ekansiz, necha yoshda boshlagansiz? birinchi iste'molim 16 yoshligimda bo'lgan. 16 yoshligimda bo'lgan. O'sha eng o'zgaradigan period, eng ayniydigan mahallada. Uni ustiga menga cherishchur ko'p ishonch berilgan, bo'lmasa yagona farzandman uyimda. Mendan boshqa farzand yo'q. Qiz farzand ham, o'g'il farzand ham. Hamma bor mehr menga berilgan ekan, shuni hisobiga to'qlikka sho'xlik qilishni boshlaganman. No, imенно mana shu o'tgan prosesslarim menga tushuntirdiki, to'shda u menga mehr berilgan, menga ishonch berilgan, men bu narsani ota-onamning slabisi deb qabul qilganman. Hozirgi paytda bu tsennisligini tushunishni boshladim o'sha. Ya'ni bu qadriyatim. Ota-onam berayotgan ishonchi qadriyatligi. Savollaringiz bo'lsa bemalol tema bo'yicha. Siz hozir ikkala nimaga borasizmi? Gradusda Yo'q, u narsani ayta olmayman to'g'risi. Leksiya bo'yicha savollar bo'lsa bemalol javob berishim mumkin qo'ldan kelgancha.